Oltinchi mavzuyimiz bu tartibga soluvchi va maxsus transport vositalari. Mana bu shaxs tartibga soluvchi hisoblanadi. Ya'ni bu mas'ul xodim. Unda maxsus kiyim bo'ladi, jeton bo'ladi va qo'lida ushlab turgan jezli bo'ladi. Endi bular nima ish bilan shug'ullanadi? Qaranglar. Tartibga soluvchilar maxsus tadbirlar o'tkazadi, ya'ni haydovchilarni hujjatlarini tekshirishi mumkin. Bundan tashqari haydovchilarning mastlik holatini tekshirishi mumkin alkotester orqali. Agar haydovchi havo puflaganida 0,135 mg litrdan ko'p chiqadigan bo'lsa, spirt miqdori haydovchi уже mast hisoblanadi. Bundan tashqari bular yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Ya'ni qoidabuzarlarni to'xtatib jazolashi mumkin, mana shtraf yozib boshqa qilib planshet orqali. Bundan tashqari tartibga soluvchilar kuzatuv olib borishi mumkin. Shuning havasida kamera bo'ladi, kuzatib borish uchun. Bundan tashqari tartibga soluvchilar ta'qib qilishi mumkin. Ya'ni jazodan qochishga urinayotgan haydovchilarni quvlab, ushlab jazoga torttirishi mumkin. Tartibga soluvchilarda yana bitta narsa bo'ladi, bu xushlik. Xushlik chaladi haydovchilarning e'tiborini jalb etish uchun. Bundan tashqari, agar biz yo'lda ketayotganimizda tartibga soluvchilarni ko'rib qolsak, ya'ni GAIning mashinasini, GAIning o'zini ko'rib qolsak, haydovchi tezlikni kamaytirish kerak. Agar GAI to'xtatadigan bo'lsa, darhol ko'rsatilgan joyda to'xtashi kerak bo'lar ekan. Endi tartibga soluvchining chorrahadagi ishoralariga o'tamiz. Qaranglar. Birinchi ishorasida jezlni yuqoriga ko'taradi. Jezl yuqoriga ko'tarilgan bo'lsa, chorrahaga kirish hammaga taqiqlanadi. Lekin chorrahaning ichida qolib ketgan mashinalar chorrahadan chiqib ketsa bo'ladi. GAI ishlayotganida svetofor belgilarga haydovchi уже e'tibor qilmaydi. GAI ishlayotgan chorrahalar tartibga solingan chorrahalar hisoblanadi. Ikkinchi ishorasida ikkita qo'l tushirilgan bo'ladi yoki ikkita qo'lni yonga uzatgan bo'ladi. Bular bir xil ahamiyatga ega narsa hisoblanadi. Ikkita qo'l tushirilganda yoki yonga uzatilganda tartibga soluvchining oldi tarafda va orqa tarafda turgan transport vositalariga harakatlanish taqiqlanadi. O'ng va chap yelka tarafdagi mashinalarga to'g'riga va o'ngga yurish mumkin deyilgan. Shunda ham faqatgina o'ng tasmadagi haydovchilarga to'g'riga o'ngga yurish mumkin bo'ladi. Chap tasmadagi haydovchilar faqat to'g'riga yurishi mumkin. O'ng va chap yelka chap yelka tomondagi tramvaylarga bo'lsa, faqat to'g'riga yurish mumkin bo'ladi. Boshqa yo'nalishlarda yurish mumkin emas. Oxirgi 3-ishorasida o'ng qo'li, ya'ni jezlni oldiga uzatadi. Jezlni oldiga uzatganida orqa tarafdagi va o'ng tarafidagi transport vositalariga yurish taqiqlanadi. Oldi tarafdagi mashinalarga ham, tramvayga ham faqat o'ngga yurishga ruxsat beriladi. Boshqa yo'nalishlarda yurish taqiqlanadi. Chap tarafdagi mashinalarga bo'lsa, barcha yo'nalishga yurishga ruxsat beriladi. Lekin o'ng qatordagi mashinaga to'g'riga o'ngga yurish mumkin. Chap qatordagi mashinaga to'g'riga chapga va orqaga qayrilib olish mumkin bo'ladi. Chap yelka tomonida turgan tramvay bo'lsa, faqat chapga yura oladi. Boshqa yo'nalishda yurish taqiqlanadi. Keyin maxsus transport vositalari bor, imtiyozga ega bo'lgan ko'k, qizil mayoqchalik. Bular skoriy, pojarniy, militsiya. Bunaqa transport vositalari chorrahadan har doim birinchi bo'lib o'tadi. Ustunlikka ega bo'lish uchun ularda maxsus tovush sirenasi va yorug'lik migalkasi yoqilgan bo'lishi kerak. Agar yo'lda ketayotganimizda skoriy, pojarniy, militsiyani uchratib qoladigan bo'lsak, unda qoidada aytilgan haydovchi xalaqit bermasdan yo'l berishi shart deb. Test ishlayotganinglarda ham mana shu xalaqit bermasdan yo'l berish degan javobni tanlaylar. Mana shunaqa maxsus transport vositalari skoriy, pojarniy, militsiya faqatgina tartibga soluvchining ishorasiga bo'ysunadi. Hozir ko'ramiz, ikkita qo'lni yonga uzatgan, значит skoriy mashinaga yurish mumkin emas. Bundan tashqari qurilish, ta'mirlash texnikasi bor, maxsus texnikalari, obodonlashtirish, boshqa ishlar bilan shug'ullanadigan. Bularda sariq zarg'aldoq mayoqcha bo'ladi. Bunaqa mayoqchasi bor haydovchilar belgi bilan chizuvni talabidan chetga chiqishi mumkin, lekin harakatlanishda ularda hech qanaqa ustunlik yo'q. Shuning uchun ham bizning oddiy mashinamiz birinchi o'tyapti, ular
oxirgi bo'lib o'tyapti.